ilan ketdi. Sheralixon Xo'qandga xon bo'ldi. Buxoro amirini bu qatli nohaq qilgani uchun bahodirlikdan Xo'qandiylar laqabin Botur qassob atadilar. O'zi bo'lmasa, nihoyatda qo'rqoq kishi ekan. Oxirul amir bu Umarxon va Muhammad Alixonlarning boshiga kelgan mubtalolik bularga ham kelib, ul oyimi manhus bir xotun husniga xonu xonzoda, amir nisor bo'lib, agarchandiki husnu jamolda musallam bo'lsa ham shumqadam, af'oli nadam bir zaifa ekan. Farg'ona beklaridan Mahmudbek ismidagi bir kishining qizi ekan. Ko'rgan kishi ana degan xonlar boshini yegan bir oyimi manhus so'zlagan kishi mahbusi falokat shior. Badkirdor o'lib, ul amirning boshini yegan ekan. Bu hodisa taqdiriydir, lekin sababi zohiriysi Muhammad Alixon fuqarodan beparvo bo'lib, musohiblari ulamo va fuzalolardan bo'lmay, pandu nasihat eshitmay, eshitsa ham quloqqa olmay, xusus keyingi asrida lavhu laab ilan bo'lib, ulamoyu fuzalo va ayonlardan pandu nasihat qilsalar, ba'zilarini o'ldirib va ba'zilarini Farg'onadan chiqarib, Buxoroga badarg'a qilib, nasihat olmay qolgan ekan. Chunonchi bulardan julusining 3-yili Umarxonning hamshirasi Oychuchuk oyimni eri To'raqo'rg'on hokimi Is'hoqxon to'rani Farg'onadan Buxoro ixroj qilgan. 4-yili Umarxon hamshirasi Oftob oyimning eri Ma'sumxon to'rani mamlakatdan ixroj qilibdir. 5-yili Yormazor Marg'ilon hokimi Yusuf Mingboshini Yormazordan ixroj qilib, hajga yuborgan ekan. 7-yili Ernazarbek Devonbegini va Xushvaqt Qushbegi yuzni o'ldiribdilar. 9-yili Buzrukxon to'rani, Jahongir to'ra o'g'lini qancha odamlari ilan Xo'qandlik va Qoshg'arliklar Qoshg'arga qochibdir. 10-yili Isobek Mehtar ham qochib Qoshg'ar boribdir. Buzrukxon to'ra ilan birgalashib Xitoyning Gulbog'ini muhosara qilibdirlar. 17-yili Haqli Mingboshini o'ldiribdir. Ushbu yil ichinda Xo'ja Qushbegini ixroj qilibdir. 18-yilda Sohibzoda Hazratni ham haj tarafiga ixroj qilibdir. Shul xil maslahat chiqadirg'on odamlarni mamlakatdan chiqarib yoki o'ldirib, xususan Sohibzoda Hazratni ixroj qilgandan keyin xalq Muhammad Alixondan ozurda bo'lib turganligi amiri Buxoroga ma'lum bo'lib, behisob Buxoro qo'shini ilan kelib, julusning 20-yili bahor fasli amiri Buxoro Xo'janddan o'tib, Beshariq mavzeyiga tushganda Muhammad Alixonning kichik birodari Mahmudxon Toshkent qo'shini ilan kelib, amiri Buxoro qo'shini Xo'qandni qamab, oxiri olib, Muhammad Alixon va Mahmudxonlarni o'ldirib, Xo'qanddagi hamma ulamo va fuzalo, Sodoti kirom va umaroyi zul ehtiromlarni oq uyluk qilib, Buxoroga yuborib va jamiki asbobi harb va aslaha, to'pu to'pxonani Buxoroga olib ketib, amir Xo'qandda 17 kun turib, so'ngra Xo'qandga avvalda yozilib o'tgan bo'lg'on Ibrohim xayolni hokim qo'yib, o'zi Buxoroga ketgan ekan. Muhammad Alixon yaxshi kishilarni musohib qilmay, behuda kishilarni ham suhbat qilib, oxiri ta'siri suhbatdan natijai bad chiqib, oqibat natijasini ko'ribdir. Ammoki atosi Umarxon musohiblarini alami mukofoti badg'a uchrab ekan, Umarxon musohiblari o'z bobida yozilib o'tdi, hojati bayon emas. Muhammad Alixon atosi xilofida ish qilgan edi, deydirlar. Al-Ahdu al-Roviy. Bundan keyingi Sheralixonda edi. So'zimiz ilova-i kalom o'ldi. Sheralixon Xo'qandga kirib, Sariri saltanatga o'ltirgandan necha vaqt o'tib, Toshkentda Muhammad Sharif Atoliqni amiri Toshkentga qo'ygan edi. Anya tobe bo'lsin deb kishi yubordi.
Muddaolari Buxoriylardan xalos bo'lmoq va amirga qaramaslikda edi. Elchi borganda Muhammad Sharif atolik javob aytibdurki, "Mening amirim Buxoroda, man Sheralixon odami emasman. Har kim mandan shahar olsa, quvvati shamshir va zo'ri bozo ilan olur" degan ekan. Bu qattiq javobi bularga ayni muddao bo'lib, butun Xo'qand qo'shinlarini jamlab Toshkent ustiga yurganda Sheralixon qil quyruq degan bir qoida joriy qilgan ekan. Ya'ni ot mingan kishidan qolmay urushga borur ekan. Qil quyruq ul vaqtda chiqqan ekan. Bular Xo'qanddan jo'nab, Kandir dovonidan o'tib, Tamakruchini olib, ondan uloqni olib, Toshkentga kirmoq bo'lganda, Chirchiq labiga qo'nib, Toshkentga maxfiy kishi kirgizib, ahvol olganda, alar ichidan bo'lib, xonni beistihola kelsunlar deb til berganligidan keyin, bular jo'naganda Toshkentdan Toshkent qo'shini ham chiqib, Chirchiq labida urush bo'lib, Musulmonquli xonni jilovlab qaytmoqchi bo'lganda, toshkentliklar xonni jilovidan olib, Musulmonquliga yugurib qochibdirlar. Orqasidan qovlab borib, Musulmonquli bahazor mashaqqat qochib, Farkatda vaning usti ilan ovluqga borib, andan chodak yo'li ilan tog'dan oshib o'tib, Marg'izordan o'tib, Namangan usti ilan Uchqo'rg'onga, andin o'tib, qaynotasi Irisqulbek qirg'izni joyi bo'lgan Ketmontepaga, atosining joyiga borib bekindi. Ammoki Sheralixon qo'shini Chirchiqdan o'tganda, Toshkentdan Atoliqning qo'shini chiqib, Xo'qand galaboturlari birdan ot qo'yib yuborganda, Toshkent qo'shini qochib va ham o'zlari til bergan edi. Toshkentga kirdilar. Atoliq ko'rdiki, ish bo'lak. Darhol o'rdani bo'shatib, o'zi bo'lak yerga chiqib turdi. Sheralixon o'rdaga qo'ndi. Atoliq odam yuborib, qancha uzrlar aytib, "Man harchand beadablik qildim, sipohgarchilikdur, man eski qul bo'l xonadonga", deb ko'p tavbalar qilsa ham, amirning odami deb Xo'qandga olib borib, Abdulali o'g'li ilan ikkisini so'ydirdi. Sheralixon avvalo bemehnat xon bo'lib, julusining 3-yili 1261-hijriyda inoqlar qo'lida shahodat topdi. Sheralixondan 5 o'g'il qolib, bir xotundan Sarimsoqbek, Sultonmurodbek, Xudoyorxon edi. Ikkinchi xotunidan Mallaxon va So'fibek edi. Xotunlari har ikkisi ham qirg'iz qizi edi. Sherali vafotidan so'ng julusga o'ltirdi. Murodxon ibn Olimxon. Murodxonning otasi Olimxon qatlidan so'ng Umarxondan qochib Buxoroga borgan edi. Sheralixonning muzandabligini eshitib, amirning ishorasi ilan maxfiy Xo'qandga kelgan edi. Inoq vazirlar buni ilan ittifoq qilib, Sheralixonni shahid qildilar. Bilofasl bunga bay'at qildilar. Bu asnoda Musulmonquli Cho'loq, Qipchoq, Qirg'iz ilan Sheralixonni xon qilgan edi. Bu holda Xudoyorxon ilan birga edi. Bu voqeani eshitib, Asokiri Azim ilan Xo'qandga kirdi. Kirgan hamon Murodxonga bay'at etdi. Zamoni Murod deb munodo qildirdi. Firib ilan barchani tashvishdan chiqarib, forig' etib turib, 2 kundan so'ng Murodxonni o'ldirdi. O'rniga Xudoyorxonni xon qildi. Murodxonni hukumati 1 haftaga yetdi. Olami foniydan ketdi. Baqo mulkiga yetdi. Rahmatullohu alayh. Xudoyorxon ibn Sheralixon. Xudoyorxon 4 martaba taxtga julus etgan. Avvali 1261-yili hijriyda 14 yoshinda ekan, Musulmonquli Ionati otosi Joygiri o'lib, Bul Xinda katta inisi Sarimsoqbek Toshkentga hokim edi.
Musulmon quli muni tadbir ila oldirib, Sarimsoqbekka xat qildiki, ukang Xudoyor munda yoshdur, Xo'qandni o'zing kelib bosib turmasang bo'lmaydur, darhol kelgil deganda, Toshkentga Azizbachcha degan kishini hokim qo'yib, Xo'qandga keldi. Sarimsoqbekni ham o'ldirdi. Xonlik mojarosidan qutuldi. Xudoyorxon mustaqil bo'lib, inon ixtiyor hamma musulmon quli qo'lida bo'ldi. Xon agarchand musulmon qulig'a domod, ani soyasinda dunyosi obod bo'lib, faqat kursisina sohib edi. Ammoki jamoai sardiya va o'zbakiyalar bu ishdan xursand bo'lmay besaranjom edilar. Sirran ittifoq qilib Qipchoqiya va Qirg'iziyani surib, Bilqillama degan joygacha quvib shahardan chiqardilar. Ul joyda qitoli azim va harbi alim qilib, oxiri kor musulmon qulini asir qilib olib, temir qafasga solib, darvozaga osib qo'yib, Xudoyorxon julusining 12-sanasida muni qatl qildilar. So'ngra xonning hukumati baistiqlol bo'ldi.